Chiq. Kelishuvimiz bor edi-yu. Kelishuvingni boshqangni boshingda qolsin. Asalli ko'rasanlar. Qatga ko'raman. Muammolarni hal qiladigan okaxoning bor edi-yu, adresini aytib yuborgin. Razborchik bilan joyga o'xshamayapti-yu. Men bir gap bilan kirib ko'raychi. Cho'k. Razborchik aka sizmisiz? No. Biznes yurityotgandim. Ijaraga joy olgandim. Patologiyadan poligacha remont qilgandim. Ijarani 2 barobar oshirib yubordi. Kelishib olmadim, haydab yubordi. Hal qilib bering ishimni. Bolalar bilan gaplashib chiqaylik. Hozir endi ishlarim bitadi. Yep. Aka qayerdalar? Razborchik aka. O'zimman razborchik emasmiz. Biz aslida osma shift tizimlarini ishlab chiqaramiz. Tanimay qoldim. Yashang. Endi ikkita yo'l bor. Xohlasangiz, mana shu pulni bitta ham advokatga olib borib berasizda, olishib o'tirasizlar. O'sha inson bilan remontini qaytarib ber, uni qilib ber. Bundan yana 2-3 tasi ketib qolishi ham mumkin. Shuning uchun ikkinchi yo'li bor endi. Yangi joy topib, ijara beruvchi bilan gaplashib, mashinga 100 kvadrat joyingizni biz patologini qilib berishimiz mumkin ekan. O'zingiz qaysi birini tanlagan bo'laringiz? Yo'da ko'lab o'tirishmi yoki yangi joyga mana shu vaqtingizni sarflaganingizni va pul topishmi? Yengitdan boshlardim. Yashang. Bizning 100 kvadrat shiftlarimizni mana shu polniy podключ bitar ekan 6 millionga. Lekin bitta plusi bor. Siz o'sha patologlarni ko'chib ketadigan bo'lsangiz, o'zingiz bilan olib chiqib ketadigan bo'lasiz. Zo'r ekan. Ha? Qani ko'rsating bo'lmasa? Qani ketdik? Ha, marhamat.